Do'stlar zabt qilishi. Xudo xohlasa mana bugundan darslarni boshlaymiz. Darslar hammasi tekin bo'ladi, bepul bo'ladi. Hech qanaqa pul boshqa narsalar talab qilinmaydi sizlardan. Eshitilyapti ovozim? Yo'q, eshitilmayapti. Eshitilmayaptimi? Xo'sh. Allo. Ovozim boryaptimi? Allo. Ha, kelyapti aka. Ovozim boryapti. Ha, kelyapti. Bu zapis bo'ladi aka, tashlab qo'yasiz. Ha, zapis bo'lyapti. Kanalga tushadi. O'zi bu opaga ham boryaptimi ekan, gapirishmayapti. Pastda. Yo'q, uni narvonni kelyapti, lekin menga Hozir naushnikdaman, maksimal yaxshi gapirishga harakat qilaman, qo'ldan kelgancha. Qattiqroq gapiraman bo'lmasa. Bo'ladimi? bo'ladi. Xo'p, bugundan darslarni boshlaymiz, xudo xohlasa. Darslar hammasi tekin bo'ladi. Hech qanaqa sizlardan pul boshqa narsa talab qilinmaydi. Faqat shu yaxshi o'rganib, yaxshi dahshat qilsalaring bo'ldi, kelishdek. Bo'ldi, xo'p, harakat qilamiz aka. Xo'p, endi bu sohani oldin bilganlar bor, yo endi o'rganayotganlar bor, endi o'rganmoqchi bo'lganlar bor. Hammasiga tushunarli bo'lishi uchun noldan o'rganamiz, xo'p? Xo'p, Maksimal harakat qilinglar 100% o'rganishga. Qanaqa savolinglar bo'lsa, hozir sirazu o'zimga bersalaring ham bo'laveradi. Keyinroq bemalol menga yoki o'sha adminga, o'zimizni akamizga savol bersalaring ham bo'laveradi, kelishdiki. kelishdik. Xo'p, bugungi dars nima haqida bo'ladi? Bugungi dars tradingga kirish, nimalar kerak bo'ladi, nimalarni uстановка qilishimiz kerak, nimalarni tortib olishimiz kerak, keyin savdo sessiyalari, asosiy instrumentlar, keyin brokerlar haqida bo'ladi ko'proq, keyin eng sodda grafik shakllar haqida gaplashamiz bugun. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalari, shular haqida gaplashamiz. Xo'p, dars harakat qilamiz har kuni qilishga, chunki vaqtimiz cheklangan. Har kuni dars qilishga maksimal harakat qilamiz. Endi o'zlaring ham harakat qilinglar vazifalarni vaqtida qilib topshirishga. Bu soha shunaqa sohaki, o'zlaring harakat qilmasalaring, biz ming harakat qilib sizlarga o'qitganimiz bilan foydasi bo'lmaydi. O'zlaring bilasizlar. Xo'p. Eng oddiy narsalardan boshlasak, xo'p. Tak, eshitilyapti ovozim-a? Boryapti hammaga? Ha, kelyapti aka. Xo'p. Trading nima? Tradingdan qanaqa doxod qilamiz? Xo'p. Tradingda oldin eshitgansizlar, har xil strategiyalar bo'ladi. Keyin qanaqadir instrumentlar bo'ladi. Mana shu strategiyalarni ishlatgan holatda mana shu instrumentlardan maksimal foyda olish, shu narsa dehqoncha qilib tushuntirganda trading bo'ladi. Qanaqadir trend liniyalardan, qanaqadir grafik shakllardan foydalangan holatda foyda qilishga, xullas, o'z dehqoncha qilib tushuntirganda trading bo'ladi. Xo'p, endi tradingda nimalarni bilishimiz kerak? Biz maksimal harakat qilamiz sizlarga faqat kerakli narsalarni, asosiy narsalarni tushuntirib o'tib ketishga. Tradingda
bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda kerak bo'ladigan narsa TradingView. TradingView, MetaTrader va keyin broker ilovasi kerak bo'ladi. Xo'p, TradingViewda nimaligini bilsalaring kerak. Kimni xabari bor? Mani sal xabarim bor, tortganman. Manda bor. Tortib bo'lganda уже nimangizda bor. Kompyuteringizda yo bo'lmasa telefoningizda bor, to'g'rimi? Ha, telefonda bor. Xo'p. TradingView'ni nima uchun ishlatamiz? TradingView'ni asosan analiz qilish uchun ishlatamiz. Analizga eng kerakli narsa TradingView bo'ladi. Xo'p, MetaTrader bizga nimaga kerak? MetaTrader bizga сделкалар ochish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, broker undan nimaga kerak bo'ladi desalaring, broker bizga akkauntimizga pul solish uchun, akkauntlar ochish uchun, unga pul tashlash yoki pul chiqarish uchun kerak bo'ladi. Tushundilaring-a? Broker pul tashlash uchun kerak bo'ladi. Hozir yozib qo'yaman, skrinshot olishga harakat qilasizlar. Hop, broker pul tashlash va chiqarish uchun kerak bo'ladi. Keyin hop, brokerdan keyin MetaTrader. MetaTrader'da asosiy vazifasi bizga сделкаlar ochish uchun kerak bo'ladi. Xo'p, TradingView analiz qilish uchun kerak bo'ladi. Buni endi xabari borlar bo'lishi mumkin, xabari yo'qlar bo'lishi mumkin. Kanalda yangilar ham bo'lganligi uchun hammaga noldan ma'lumot berib ketyapman. Hop. Xo'p, xohlasalaringiz screenshot olishinglar mumkin, lekin nima ham bo'lib qoladi bu narsa. Kanalga zapis ham bo'lib qoladi. Xo'p, keyingi biladigan narsamiz tradingda savdo qilish uchun asosiy kerak bo'ladigan instrumentlarni bildik. Keyingi kerak bo'ladigan asosiy instrumentlar xo'p. Bular sessiyalar bo'ladi. Sessiyalardan oldin o'zi asli bozorda turlari haqida kelisha olishimiz kerak. Qanaqa bozor turlari bor? Biz qaysi bozor turida savdo qilamiz? Xo'p, bozor turlari. Birinchi bozor turi bo'ladi forex bo'ladi. Ikkinchi bozor turi bo'ladi kriptovalyuta bo'ladi. Uchinchi bozor turi bo'ladi aksiya bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan va biz bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy 3 ta bozor mana shulardan iborat. Qolganlari ham bor, lekin hozirchalik ularni bilishlaring shart emas. Xo'p, bozor turlari. Biz ishlaydigan eng asosiy bozor forex. Kriptovalyuta va aksiya yo'nalishlari ham bor, lekin bularga hozirchalik o'tmaganlaring ma'qul. Hop, forex bozorida mana shu instrumentlar beriladi. Valyutniy paralar yo bo'lmasa qanaqadir bir xom ashyolar, neftmi, kumushmi yoki gazmi yo bo'lmasa qanaqadir indekslar, tilla, shunga o'xshagan narsalar beriladi. Mana shularni analiz qilgan holatda biz maksimal darajada foyda olishga harakat qilamiz. Mana bu bozor forex bozori hisoblanadi. Kriptovalyuta bozoriga misol bitcoinlar, efirlar, shunga o'xshashlar. Aksiya bozoriga misol Tesla yo bo'lmasa qanaqadir iPhone, mana shularda uzoq muddatli aksiyalari kiradi. Xo'p, biz faqat forex bozorida savdo qilamiz hozircha. Keyinchalik boshqa bozorlarga ham o'tishimiz mumkin, lekin hozir faqat forex bozorida savdo qilamiz. Forex bozorida savdo qilamiz ekan, bizga birinchi kerak bo'ladigan va biz bilishimiz kerak bo'lgan eng glavniy narsa bu savdo sessiyalari. Ya'ni bozorga qaysi payt kirishimiz yoki bo'lmasa qaysi payt kutib turishimiz kerak bo'lgan vaqtlar. Savdo sessiyalari. Xo'p. Savdo sessiyalari bizda asosan 4 ta savdo sessiyasi mavjud. Ko'pchilik 3 ta deydi, ko'pchilik 4 ta deydi, lekin bizga berilgan ma'lumotlarga qaraganda eng asosiy 4 ta sessiya mavjud va u biz sessiyalarda savdo qilamiz. Birinchi sessiya Tinch okeani sessiyasi, ya'ni Sidney sessiyasi ham deyishadi. Tinch okeani sessiyasi. Bu
bilsalaring kerak. Sidney o'zi adashmasam Avstraliyani poytaxti. O'sha birinchi o'sha tomondan kun chiqqanligini hisobiga birinchi savdo sessiyamiz o'sha tomondan boshlanadi. Tinch okeani sessiyasi nomi bilan ataladi. Hop. Ikkinchi savdo sessiyamiz. Hozir uni kirish vaqtlari, chiqish vaqtlarini ham berib ketadi yo'li. Hop. Sidney savdo sessiyasi kirish vaqti 3:00. Kunduzgi soat tongi soat 3:00 da Sidney savdo sessiyasi kiradi bizga. Endi qachon chiqib ketadi? Chiqib ketish vaqti 12:00. Toshkent vaqti bilan hisoblayapman bu narsani, oson bo'lishi uchun sizlarga. 12:00 da Sidney savdo sessiyasi yopiladi. Hop. Mana shu Tinch okeani sessiyasi bo'ladi. Keyin Tinch okeani sessiyasidan keyin bizga Osiyo sessiyasi kiradi. Ya'ni Tokio sessiyasi ham deyishadi ba'zilar. Asosan Osiyo sessiyasi. Savdo sessiyasi. Tokio yo'lmasa Osiyo savdo sessiyalari degan narsalarni eshitsalaring, Osiyo sessiyasi haqida gap ketayotganini tushunib olishlaring mumkin. Osiyo savdo sessiyasi 4:00 dan kirish vaqti 4:00 bo'ladi. 4:00 dan 1:00 gacha bo'ladi. 13:00 da savdo sessiyamiz tugaydi. Endi bu ikkinchi savdo sessiyamiz bo'ldi. Keyingi savdo sessiyamiz Yevropa savdo sessiyasi. Yevropa savdo sessiyasi. Hop. Ko'proq London yo bo'lmasa Frankfurt degan gaplarni ham gapirishadi, lekin asosan Yevropa savdo sessiyasi nomida ishlanadi. Kirish vaqti 11:00. Hop. Chiqish vaqti 20:00 kechki soat. Toshkent vaqti bilan. Oxirgi savdo sessiyamiz Amerika savdo sessiyasi. Yozuvlarni ozgina kattalashtirib bera olasizmi? Ozgina kattalashtiring. Hozir shriftini kattalashtirib qo'yaman. Yozib tugatib olay, maylimi? Hop. Amerika savdo sessiyasi ko'pchilik bu narsani New York savdo sessiyasi ham deb ataydi. Hop, New York savdo sessiyasi bizning vaqtimiz bilan 16:00 da kiradi. Hop, 16:00 da kiradi. Tak. Kechki soat 1:00 da chiqib ketadi. Shriftini kattalashtiramiz. Bo'ldi, xolasalaring screenshot qilsalaring ham bo'ladi. Hop. Eng volatilnosti kuchli savdo sessiyalar, London savdo sessiyasiga to'g'ri keladi. Ya'ni o'sha Amerika savdo sessiyasi bilan New York savdo sessiyasining kesishmasi. Ya'ni masalan Yevropa savdo sessiyasi 11 dan soat 8 gacha, to'g'rimi? Hop, Amerika savdo sessiyasi soat 4 dan kechki soat 1 gacha bo'lyapti. Hop, 16:00 da ham London sessiyasi, ham Amerika sessiyasi ochiq bo'ladi. Xuddi mana shu paytda bozorda volatilnost kuchli bo'ladi. Ya'ni ob'yom kattalashadi bozorda. Katta o'yinchilar, katta igroklar, market makerlar kirib keladi bozorga. Xuddi mana shu vaqtlarda asosan savdoga kirish kerak. Ko'proq London savdo sessiyasida, Yevropa savdo sessiyasida setup sozlanadi. Gapingiz uzilib kelyapti, umuman kelmayapti. Xo'p, Yevropa savdo sessiyasida soat 11:00 dan 20:00 gacha davom etadi.
Amerika savdo sessiyasi soat 4:00 dan 1:00 gacha davom etadi. Bozordagi eng volatilniy holat, eng ob'yom kattalashgan holati Yevropa savdo sessiyasi va Amerika savdo sessiyasi ikkalasi kesishgan vaqti bo'ladi. Ya'ni 16:00 dan soat 8:00 gacha. Tushundilaring-a? Soat 4 da ham Amerika sessiyasi, ham Yevropa sessiyasi ochiq bo'ladi. Xuddi mana shu vaqtda bozorda ob'yom kattalashadi, katta o'yinchilar, katta igroklar kirib keladi, volatilность baland bo'ladi bozorda. Xuddi mana shu vaqtda savdoga kirish kerak. Boshqa paytlar asosan savdo qilish ozgina noto'g'ri bo'ladi. Lekin agar A+ setup bo'ladigan bo'lsa, boshqa vaziyatlarda ham savdo qilishni ko'rib chiqsa bo'ladi. Xo'p. Keyingi savdo sessiyamiz Tokio bilan London savdo sessiyalari kesishmasida bo'ladi. Ya'ni 11:00 dan 13:00 gacha. 11:00 da Yevropa savdo sessiyasi kirib keladi. Tinch okeani sessiyasi, Osiyo sessiyasi ochiq bo'ladi. Tokio sessiya ochilgan bo'ladi, uni ustiga Yevropa savdo sessiyasi kirib keladi. Ya'ni 4:00 da bu ochiladi, 11:00 da London kirib keladi. 11:00 dan 13:00 gacha, ya'ni Osiyo savdo sessiyasi yopilgunigacha bozorda katta ob'yom bo'ladi. Xuddi mana shu vaqtda katta ob'yom kiradi bozorga, manipulyatsiya qiladi, pulini oladi, chiqib ketadi. Undan keyin Yevropa bilan Amerika savdo sessiyasi kesishgan vaqtida bozorga kirishadi, pul olishadi, chiqib ketishadi manipulyatsiya qilib. Bularni keyinroq chuqurroq tushuntirib beraman. Xo'p, keyingi sizlar bilishlaring kerak bo'lgan asosiy narsa valyuta juftliklari. Xo'p, bizda valyuta juftliklari valyutniy paralar deb atashadi. Valyutniy paralar GBP, GPY, AUD USD, USD SHF yoki Euro USD bo'lishi mumkin. Xo'p, buni qayerdan qo'shamiz desalaring, xo'p, o'zi Trading View'da ochganlaringda, Trading View'da tortib o'zi ochganlaringda akkaunt qo'shiladi. Akkaunt qo'shilganidan keyin mana shu tomonda mana lupaga o'xshagan narsa bo'ladi. Ya'ni bu yerdan instrument qidiriladi. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar, dollar kerak bo'lsa sizlarga Euro USD nomi bilan qidirasizlar, chiqib keladi. Bu har xil brokerlarniki, Oandaniki yoki Forexniki, Forexga yo Saxo yo AES. Eng yaxshisi Oandaniki gaplarsiz nima qilib beradi, ko'rsatib beradi. Mana Oandaniki. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar, o'sha valyutniy paraga olib o'tadi. Agar buni mana chekkaroqqa olib o'tish niyat bo'lsa, agar mana chekkada chiqishini xohlasalaring, agar lupada qidirganidan keyin bu tarafda mana tomoniga olib borganida o'zi qo'shadigan instrumenti bo'ladi. Mana shuni ustiga bitta bosasizlar, mana shundan bemalol qo'shib olsalaring bo'ladi. Xo'p, hozir Forexda traderlar savdo qiladigan asosiy instrumentlar haqida gaplashamiz. Xo'p. Traderlar eng asosiy Euro USD da, tillada va GBP USD da savdo qilishadi. Xo'p. Hozir buni ham videoni to'xtatib bemalol screenshot olsalaring bo'ladi. Xo'p, hozir asosiy instrumentlar yozib berishga harakat qilaman. Biz savdo qiladigan eng asosiy instrumentlar, hozir bu bilimlarni olganlaringdan keyin eng asosiy savdo qiladigan instrumentlaring HUSD, ya'ni tilla. Xo'p, ikkinchi eng asosiy savdo qilinadigan para Euro USD, ya'ni yevroni dollarga nisbati. Yevroni dollarga nisbati. Keyingi eng asosiysi GBP USD. Xo'p. Funtning dollarga nisbati. Tushunarli bo'lyapti. Xo'p, mana shular valyutniy paralar bo'ladi. Xuddi mana shu so'zlarni yozib, Trading View'da mana chekkaga bemalol qo'shib olishlaring mumkin. Ertaga analiz qilishga kerak bo'ladi bu narsalar. Xo'p. Asosiy instrumentlar haqida ham gaplashdik. Keyinchalik darslarda o'tganimizdan keyin valyutniy paralarda misollarni keltirishda boshlaymiz. Xo'p. Yana sizlarga o'rgatadigan narsamiz asosiy qarang, asosiy shunchalar tashlaymizmi? Ha,
hozirchalik sizlar asosiy kerak bilimlarni olganlaringdan keyin, biz sizlarga bilimlarni berganimizdan keyin mana shu paralarda ishlab turasizlar. Lekin vaqt soati kelib, o'pitlaring oshganidan keyin, yetarli tajribaga ega bo'lganidan keyin yana bemalol gaz yoki bo'lmasa neft, shunga o'xshagan savdo instrumentlarida bemalol savdo qilsalaring bo'laveradi. Nasdaqda yo bo'lmasa kriptovalyutalarda savdo qilsalaring ham bemalol bo'laveradi. Boshqa valyutniy paralar ham bor. USDGP va ya'ni o'sha Yapon yenani dollarga nisbati, USD CAD, out USD shunga o'xshagan valyutniy paralar juda ko'p, lekin hozir bularda shum ko'p bo'ladi. Shum ko'p, ya'ni manipulyatsiya ko'p bo'ladi, chalg'itish ko'p bo'ladi, ko'proq texnik analiz bo'yicha yurmaydi bular. Eng asosiy texnik analiz bo'yicha yuradiganlar mana shu valyutniy paralar bo'ladi. Shuni hisobiga biz mana shu 3 ta valyutniy parani tanladik sizlarga. Bilimlarni olganlaringdan keyin mana shunda bemalol xoh demoda, xoh real shotda savdo qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, keyingi gaplashadigan narsamiz lot, pip, split va leverage haqida gaplashamiz. Xo'p. Lot, split. Xo'p. Leverage. Lot nima? Xo'p, lot har bitta narsada bo'lgani kabi, masalan, masofa santimetrda, suv hajmi litrda o'lchalgani kabi, bizda ham hajm ma'lum bitta miqdor bilan o'lchanishi kerak. Bu narsa uchun lotni yaratishgan. Tradingni bizdan oldin yaratgan odamlar lot birligini yaratishgan. Ya'ni Forexda va trading sohasida savdo hajmini belgilash uchun lotlardan foydalanamiz. Xo'p. Lot qanaqa belgilanadi? Lot, xo'p. Hamma valyutniy paralarda har xil. Lot. Tillada xo'p, lot qanaqa belgilanadi? Lot asosan bizga eng kerakli bo'ladigan lotlar xo'p 001, xo'p 0-100dan 1, 0-10dan 1 va 1 lot. 10 lot va 100 lot. Undan ham kattaroq lotlar bor, lekin hozir sizlar bilan bilishlaring kerak bo'lgan eng glavniy lotlar shular. Xo'p. Birinchi lot 001. 001 degani 001 lot bilan savdoga kirdingiz degani, сделка ochdingiz degani bu. Tilla instrumentida narxni bir-birlik o'zgarishi uchun $1 foyda qildingiz degani. Ya'ni narx 3100 dan 3101 ga chiqqan payti siz agar to'g'ri analiz qilgan bo'lsangiz $1 foyda yoki $1 ziyon qilishingiz mumkin. 0.1 bo'lganda уже bu narsa $10 ga aylanadi. 1 lot bo'lganda bu hajm $100 ga aylanadi. 10 lotda $1000, 100 lotda $10,000 minus yoki plus qilishimiz mumkin. Xo'p, 002 yoki 003 da shunga qarab hisoblab olishinglar mumkin bemalol. Asosan tillani gaplashamiz, chunki faqat tillada savdo qilishga harakat qilamiz. Valyutniy paralarni keyinroq gaplashamiz. Hozir tilla haqida ko'proq ma'lumot beray, hamma qiziqqan va hamma savdo qiladigan savdo instrumenti. Xo'p. Keyin spread. Spread nima? Keyingi gaplashadigan narsamiz spread. Spread сделка ochilgan paytda bid va ask o'rtasidagi hajm. Spread buni ko'proq brokerda
brokerni komissiyasi deb olsak ham bo'laveradi. Hozir MetaTrader'da сделка ochganlaringda minus bilan ochilib qoladi. Masalan, 001 bilan ochganlaringda minus 0.23 dollar bilan ochilishi mumkin. Xuddi mana shu minus 0.23 dollar brokerda bizga mana shu xizmatini berayotganligi uchun olinayotgan komissiya. Spreadda shunaqa desak bo'laveradi. Bu payti spread bozor ochilishidan yoki yopilishidan oldin yo bo'lmasa qanaqadir yangiliklar payti kattalashib ketishi mumkin, yo bo'lmasa kichkinalashib ketishi mumkin. Bu broker qanaqa broker tanlashimizga, qaysi brokerda ishlashimizga bog'liq. Xo'p, buni maksimal darajada telefonlaring bo'lganligi uchun bu narsalar asosan telefonda ishlanadi. Shuni hisobiga yana bitta video dars qilamiz bunga отдельный. Telefonda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Hozir kompyuterda ilojisi yo'q. Shuning uchun hozir kerakli bo'ladigan glавный narsalar screenshot olinglar. Qolgan narsalarni keyin bemalol gruppada ham muhokama qilib gaplashishimiz mumkin. Hozir nimani tushunmayotgan bo'lsalaring, dars tugatganimizdan keyin bemalol so'rab olsalaring bo'ladi. Xo'p. Keyingisi keyin gaplashadigan narsamiz leverage. Xo'p, leverage nima? Leverage broker tomonidan bizga taqdim kredit yelkasi. Xo'p, kredit yelkasini o'zi nima desalaring, kredit yelkasi shunaqa narsaki, biz hozir 10 dollar yo 20 dollar, 100 dollar ana ketsin 1000 yoki 50 ming dollar pulimiz bilan ham real bozorga chiqarmasligimiz mumkin. Real bozorga chiqishimiz uchun bizda pul kattaroq bo'lishi kerak. Ya'ni 001 lot bilan sizlar savdoga kirishlaring uchun o'zi aslida sizlar masalan tillani 001 da buy qildilaring, ya'ni sotib oldilaring, buy qildilaring. Xuddi o'sha paytda bozorda ko'rinadiki, mana shu inson 100 ming dollarlik tillani narxi o'sishi uchun analiz qilib sotib oldi, shartnoma qildi shu narsaga degan narsa ko'rinadi. Ya'ni 001 lot bilan olganlaringda u real bozorda 100 ming dollar bo'lib ko'rinadi. Biz 10 dollar pulimiz bilan 001 lar u yoqda tursin, 001 lik lotda ham, hajmda ham сделка ocha olamiz. Shuni hisobiga brokerlar yaxshi narsa tashkil qilishgan, leverage degan narsani tashkil qilishgan. Shu leverage masalan 1 ga 1000, 1 ga 2000, 1 ga 3000, ba'zida 1 ga unlimited shaklida ham bo'lishi mumkin. Bu narsani ko'p ko'rgan bo'lsalaring kerak. Bu narsalarda to'liqroq telefondan nima qilamiz, video dars qilamiz, o'shanda tushuntirib beramiz maksimal darajada. Xo'p, bu nima degani? Masalan, siz 100 dollar pulingiz bilan 100 dollar pulni depozit qildingiz akkauntingizga va siz 001 bilan ochmoqchi bo'lyapsiz. O'zi 1 ga 1 leverage kredit yelkasi, kreditni плечо 1 ga 1 ishlangan paytida siz 100 dollar pul bilan 001 lot ocha olmaysiz. Shuni hisobiga broker sizga leverage degan narsani taklif qiladi. Xuddi mana shu leverage yordami bilan siz 100 dollar pulingizni masalan leverage'ingizni 1 ga 1000 qilib tanlagan bo'lsangiz agar, leverage'ingizni o'sha 100 dollar pulingizni 1000 barobar kattaroq qilib olishingiz mumkin. Xo'p, misol siz 100 dollar akkauntingizga pul soldingizda, leverage'ni 1000 qilib oldingiz. Xuddi o'sha paytda 100 ming dollar sizda pulingiz bo'ladi. 100 ming dollar sizda pulingiz bo'ladi. Bu bozorda 100 ming dollar bo'lib ko'rinadi. Siz bemalol o'sha lotlar bilan keyin savdo qilsangiz bo'ladi. Leverage xuddi mana shu narsa uchun kerak bo'ladi. Xo'p, buni to'liqroq telefonda video dars qilib tashlayman gruppaga yoki kanalga. Xudo xolasa o'shanda bemalol ko'rib bilib olishlar mumkin. Endi punkt haqida gaplashadigan bo'lsak, punkt narx o'zgarish nisbati. Narxni o'zgarish nisbati deb olsak ham bo'ladi qisqaroq qilib. Ya'ni masalan narx 3100 dan 3200 ga chiqib oldi demaymizda. Masalan 100 punkt harakat qildi deyishimiz mumkin. Masalan 10 qadam yurdi yo bo'lmasa 10 santimetr siljidi deyiladi. Uzoqlikka nisbatan aytilganda. Hop, tradingda ham mana shu masofani, narxda qancha masofa bosib o'tganini
aytib berishimiz uchun bizga punktlar va pipslar kerak bo'ladi. Buni tilla misolida ko'radigan bo'lsak, xo'p, tillada narxda bir nisbat o'zgarishi 1 punkt hisoblanadi va 10 pips hisoblanadi. 1 punkt 10 pipsga teng bo'ladi. Narxni bir nisbat o'zgarishi 1 punkt bo'ladi. Ya'ni 3100 dan 3101 ga narx ko'tarilgan payti tillo 1 punkt harakat qilgan bo'ladi. Yoki bayga yoki selga farqi yo'q. 1 punkt bozor harakat qilgan bo'ladi. 1 punkt 10 pipsga teng. 10 pips desak ham to'g'ri bo'laveradi, 1 punkt desak ham to'g'ri bo'laveradi. Ikkalasini ham to'g'ri deb olishimiz mumkin bemalol. Qisqacha punkt va pips shu narsa. Xo'p. Keyingi gaplashadigan narsamiz brokerlar. Brokerlar mavzusi haqida keyinroq telefonda bemalol gaplashishimiz ham mumkin. Brokerlarda ko'p turlari bor. Brokerlar SNS turi ham bor. Yoki bo'lmasa SNS turi ham bor, yo bo'lmasa XM turi ham bor. Hozir video ko'rinyapti sizlarga, to'g'rimi? Allo. Ha, ko'ryapti aka. Ko'rinyapti. Muammo bo'lgani yo'q. Videodan, ovozdan, boshqa narsadan muammo bo'lgani yo'q hozir. Yo'q. Yo'q. Xo'p, brokerda turlari bor. XNS turi bor, XM turi bor, Alpari degan turi bor. Biz ko'proq XM bilan XNS turi haqida gaplashamiz. Xo'p, sizlar ko'pchiliginglar telefonda bo'lganliklari uchun undan qanaqa qilib registratsiya qilish, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish, qanaqa akkaunt ochish, uni qanaqa qilib MetaTraderga ulash haqidagi darslarni telefonda alohida video darslik qilib tashlaymiz. Buni ertagaga yo bo'lmasa boshqa kunga olib qo'yamiz. Hozir sizlar bilishinglar kerak bo'lgan glavniy narsalar shular. Buni videoni to'xtatib bemalol screenshot qilib olsalaring bo'ladi. Xo'p, bundan keyin endi gaplashadigan narsamiz bozordagi tendensiya va bozordagi harakatlar haqida gaplashamiz. Buni realniy grafikda misol qilib keltirib beraman. Xo'p. Trading Viewga kirganlaringda sizlarda time frame'lar degan narsalar bo'ladi, grafik degan narsalar bo'ladi. Umuman mana shu ochiq grafik bo'ladi mana. Ochiq grafik bo'ladi. Ya'ni tillani narxi bo'ladi. Xo'p, mana shu grafikdan foydalangan holatda tillani narxi ko'tarilishi yoki tushishini oldindan taxmin qilishimiz mumkin. Chap burchakda instrumentlar bo'ladi. Bizni analiz qilishimiz uchun mana shu instrumentlarni bemalol grafikamizga olib o'tib qo'shib olishimiz mumkin. Buni qo'shish uchun mana shu grafikda ustiga instrumentni yon tarafida chiqaradigan narsasi bor, o'zi strelkasi. Mana shuni ustiga bitta bosamiz. Ancha instrumentlar chiqadi. Mana shu instrumentlarni bemalol mana yulduzcha chiqadi. Mana shu yulduzchani bosib bu tarafga qo'shib olish mumkin. Pastroqda chiqadi. Sizlarda boshqa joyda ham chiqishi mumkin. Qarasalaring mana shu narsa ko'rinadi, mana qo'shilyapti, yo'q bo'lyapti. O'zlaringga kerak bo'lgan instrumentlarni qo'shib olishinglar mumkin. Ko'proq mana shu pastda o'zim qo'shib qo'ygan instrumentlar kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni qo'shib olsalaring, darsda o'tish davomida bu narsa haqida bemalol gaplashib o'tamiz. Yana bularni nimaligini dars davomida o'sha ishlatayotgan paytda tushuntirib o'tib ketaman. Hozir bittadan o'tsak, ozgina vaqtimiz ko'p ketib qolishi mumkin. Xo'p, endi bozor, narx bozorda qanaqa holatda yurishi mumkin? Bozor narx bozorda 3 xil holatda yuradi. Bozorda 3 xil holatda harakat qiladi. Birinchi holati o'suvchi trend. Trendlar bo'ladi, ya'ni o'sha o'suvchi trend. Bullish deyshadi bu narsani. Ingliz tilida bullish deyiladi. Asosan o'suvchi trend yoki buy yoki sell desalaring ham bo'laveradi. O'zlaringning tillaringga mos bo'lasizlar. Ikkinchi turi tushuvchi trend. Xo'p. Biz o'zi bozorda yo tushishdan, yo bo'lmasa ko'tarilishidan foyda qilamiz. Hech qachon bozorda bitta joyda turganidan foyda qilmaymiz. Bozorda harakat mana shu ikki xil holatda bo'ladi. Uchinchi holati ham bor, lekin buni ham ichida mana shu ikkita harakat bo'ladi. Uchinchi qismi flat deb ataladi. Ya'ni o'sha bitta korobkaning ichida narx ikkita narx orasida siqilib yuradi, boshqa
boshqa joyga narx chiqmaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Faqat mana shu ikkita liniyani ichida harakat qiladi. U liniyadan tepaga ham, pastga ham chiqib ketib bo'lmaydi. Lekin mana shu chiqishi yoki tushishi ham o'zi aslida mana shu tepadagi buy yoki sellga teng, ya'ni o'suvchi trend yoki tushuvchi trend. Umuman bozorda narx yo o'sadi yo tushadi. Hech qachon o'rtada qotib qolmaydi, bitta narxda tushib qolmaydi. Masalan, mana narx o'syapti, orqaga pullback beryapti, yana o'syapti, yana pullback beryapti, yana o'syapti, yana pullback beryapti. O'suvchi trend bo'lyapti. Bundan oldin narx tushyapti, orqaga pullback beryapti, tushyapti, yana orqaga pullback beryapti. Yana tushyapti, yana pullback beryapti. Ya'ni tushuvchi trend, sell trend bo'lyapti. Bunaqasiga buy trend bo'lyapti. Kim o'ziga qanaqa ma'qul bo'lsa, xuddi shunaqa qilib bemalol o'zlaring xohlagan tilda gapirishlaring mumkin, o'zlaringga ma'qul bo'lgan tilda. Mana shuni skrinshot qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, bozordagi harakatni tushundilaring. 3 xil harakat bo'ladi ekan. Asosan 2 xil harakat bo'ladi ekan. Yo buy trend yoki sell trend harakat bo'ladi. Bearish va bullish. Xo'p. Keyingi bizga kerak bo'ladigan narsa, bozorda 2 xil harakat qilishini tushundik. Yoki tepaga yuradi yoki pastga yuradi. Xo'p, endi biz tepaga yurish yoki pastga yurishini qanaqadir strategiyalar bilan o'rganib olishimiz mumkin. Hozirgi kunda juda ko'p strategiyalar mavjud. Juda ham ko'payib ketgan strategiyalarning turlari, juda ko'p mashhur odamlar strategiyalar ixtiro qilishgan, lekin strategiyalarning otasi, eng katta strategiya klassik savdo strategiyasi. Tushunishga oson. Tushunishga oson. Bu savdo sessiyasi, bu savdo strategiyasi tushunishga oson. Bu asosan price action yoki narx harakati yoki bo'lmasa qanaqadir tendensiya bilan o'suvchi va tushuvchi tendensiyani tahlil qilish bilan bog'langan bo'ladi. Qanaqadir price action bilan, ya'ni grafik shakllar bilan bog'langan bo'ladi. Klassik savdo strategiyasi. Eng katta savdo strategiya klassik savdo strategiyasi. Boshqa hamma savdo strategiyalari ham klassik savdo strategiyani ustiga qurilgan. Sizlar birinchi o'rinda bilishlaring kerak bo'lgan, o'rganishlaring kerak bo'lgan, o'ta darajada muhim bo'lgan, sizlarni asosiy daromadga olib chiqadigan fundament klassik savdo strategiyasi. Biz bitta savdo strategiyasida savdo qilmaymiz. Biz o'zimizni xarakterimizdan kelib chiqib, psixologiyamizdan kelib chiqib, yagona bitta strategiya tuzamiz. Yagona bitta strategiya tuzayotgan paytda fundamenti klassik savdo strategiyasiga bog'liq bo'ladi. Keyingi savdo strategiyasi, masalan, ICT savdo strategiyasi bo'lishi mumkin yoki SMC savdo strategiyasi bo'lishi mumkin. Bo'lmasa razgon savdo strategiyasi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa SNR savdo strategiyalari. Bunaqalarning savdo strategiyalari juda ham ko'p. Yoki bo'lmasa SK savdo strategiyasi. Bu va shu kabi shunga o'xshagan savdo strategiyalari juda ham ko'p. O'sha sizlar bilishlaring kerak bo'lgan va eng asosiy sizlarga o'rgatadigan savdo strategiyamiz bu klassik savdo strategiyasi. Bu chunki bozorda hech qachon o'lmagan, bundan keyin ham o'lmaydi. Bizdan oldin ham bo'lgan, trading yaralgan paytida ham bo'lgan. Va bundan keyin ham bo'ladi. Bu savdo strategiyalari hech qachon yo'q bo'lmaydi. Masalan, SK savdo strategiyasi 5-6 yil oldin trendda bo'lgan. Hamma SKni o'rgangan bo'lgan, hamma SKda savdo qilayotgan bo'lgan, lekin hozir SK modadan tushgan. ICT hozir modada. SMC hozir modada, Razgon hozir modada. Lekin qachondir bular ham trenddan tushishi mumkin, lekin klassik hech qachon o'lmaydi. O'zi aslida olib qaraganda ICTni ham, SMCni ham, Razgonni ham, SNRni ham, hattoki SKni ham tagi klassikaga borib taqaladi. Ularni targ'ib qilayotgan narsalari ham, ular bizga o'rgatayotgan hamma narsasi klassikadan olingan. Faqat nomlari har xil bo'lishi mumkin. Xo'p, endi klassik savdo strategiyasida biz bilishimiz kerak bo'lgan eng asosiy narsalar bular darajalar. Darajalarni biz birinchi o'rinda darajalarni bilishimiz kerak. Xo'p, daraja nima deganda? Darajalar. Xo'p, narxni tepaga chiqishligi uchun yordam bergan yoki uni siqib pastga tushirib yuboradigan zonalar darajalar deb ataladi.
Darajalarda ikki xil turi bor. Darajalar ikki xil bo'ladi. Xo'p, birinchi turi support, ya'ni qo'llab-quvvatlash. Xo'p, ikkinchi turi resistance, qarshilik. Xo'p. Qisqacha darajalar mana shu narsadan iborat. Ikki xil daraja bo'ladi bizda. Support daraja bo'lishi mumkin, resistant daraja bo'lishi mumkin. Buni o'zbekcha, ruscha variantlari, inglizcha variantlari ham bor. Mana shu narsani skrinshot qilib olsalaring bo'laveradi. Xo'p. Darajalar ikki xil bo'lishini tushundik. Birinchi daraja support daraja qanaqa bo'ladi-yu, resistant daraja qanaqa bo'ladi? Xo'p, buni hozir bozorda sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p. Resistant support daraja narxni tepaga ko'tarilishi uchun yordam bergan daraja bo'ladi. Ya'ni ko'rib turibsizlar mana bozor sell trendda narx tushyapti-da, nimadir sabab bo'ldi-da, narx tepaga ko'tarildi. Nimadir sabab bo'ldi, lekin sababi bizga qiziq emas. Lekin narx tepaga ko'tarildi. Xuddi mana shu narx tepaga ko'tarilib, mana shu narx tepada yopildi. Xuddi mana shu paytda bizda daraja hosil bo'ldi. Daraja, xo'p. Daraja qanday belgilanadi? Daraja support darajasi, ya'ni qo'llab-quvvatlash darajasi o'zidan oldingi bitta medveji svechani, ya'ni sell svechani yopilish narxi bilan buy svechani ochilish narxini birlashgan joyda bo'ladi. Buni asosan mana line chartda ko'rsalaring ham bo'laveradi. Mana bu tarafni maytga olib o'tsalaring still bar degan narsasi bo'ladi trading viewda. Mana shu yerdan o'zlaringga ma'qul bo'lgan stillarni qo'shib olsalaring bo'laveradi. Hop. Liniyaga o'tamiz. Support darajalarini belgilash uchun liniyaga o'tamiz. Mana shunaqa V hosil bo'lgan joylarni belgilab chiqamiz. Hamma V hosil bo'lgan joylar. Narx kelyapti, V hosil qilyapti. Narx kelyapti, V hosil qilyapti. V hosil qilgan joylar hammasi qo'llab-quvvatlash darajalari bo'ladi. A hosil qilgan joylar qarshilik darajalari bo'ladi mana. Ko'rishlaring mumkin. A hosil qilgan. Narx tepaga chiqqan, pastga tushgan. Ya'ni shu narxni tushib ketishiga nimadir sabab bo'lganki, narx mashinadan tushib ketgan. Xuddi mana shu narsa resistant daraja bo'ladi. Ya'ni line chartda A hosil bo'lgan joylari qarshilik darajalari, V hosil bo'lgan joylari qo'llab-quvvatlash darajalari bo'ladi. Xo'p. Darajalarni belgilashni o'rganib oldinglar. Yana qanaqadir savollaring bo'lsa, men kerakli tushunchalarni berib o'tib ketyapman. Yana qanaqa savollaring bo'lsa, menga yo bo'lmasa yana bitta Otabek aka degan odam bor, o'shanga bemalol yozishlaring, murojaat qilishlaring mumkin. Qanaqa tushunmay qolgan joylaring bo'lsa. Xo'p, darajalar bo'ldi. Keyingi sizlar bilan o'rganadigan asosiy narsamiz trend liniyalar. Trend liniyalar haqida gaplashamiz. Trend liniyalar ham xuddi o'suvchi yoki tushuvchi turga o'xshab o'suvchi trend liniya yoki tushuvchi trend liniya bo'ladi. O'suvchi trend liniya va tushuvchi trend liniya kabi turlari bo'ladi. Trend liniyalarni qanday belgilaymiz? Xo'p, trend liniyalarni bozorda belgilash uchun bizga maksimum va minimum narxlar kerak bo'ladi. Maksimum va minimum narxlar kerak bo'ladi mana. Mana shu yerdagi misolni ko'rishlaring mumkin. Bozor sell trend harakat qilganda ham, buy trendda harakat qilganda ham o'zidan minimumlar va maksimumlarni qoldirib ketadi. Misol uchun bozor mana narx tushgan va mana shu yerdan orqaga narx ko'tarilishni boshlagan. Xuddi mana shu paytda mana shu yerdan minimum hosil bo'ldi. Narxning minimumi. Ya'ni narxda eng tagiga tushgan joyi. Narxning minimumi. Narx minimumini hosil qildi. Narx ko'tarildi. Mana shu yerdan resistant daraja hosil qildi.
yana pastga tushdi. Xuddi mana shu paytda mana shu yerda narx maksimumini hosil qildi. Narx o'zini maksimumini hosil qildi. Biz bilmaymiz hozir bu minimumini yangilaydimi yoki maksimumini yangilaydimi. Xo'p, asosiysi mana shu yerda maksimum hosil bo'ldi. Bizda mana yerda bitta minimum bor va bitta maksimum bor. Bozor o'zidan keyin minimum hosil qildi, keyin maksimum hosil qildi. Xo'p, endi biz bozorni kutib turibmiz. Bozor yana keldida, mana shu yerdan tepaga qarab reaksiya oldi, ya'ni buyga reaksiya oldi. Xuddi mana shu vaqtda o'zini minimumini yangilolmasdan maksimumini yangilab qo'ydi. Maksimum darajasini buzib o'tdi mana. O'zini maksimum darajasini buzib o'tdi. Ya'ni resistance zonasini buzib qo'ydi. O'zini maksimumini yangiladi. Ya'ni yangi maksimum hosil qildi. Xuddi mana shu vaqtda eski minimumimizdan yangi minimum hosil bo'ldi mana. Bu birinchi minimum, bu ikkinchi minimum. Bu bitta maksimum, endi bozor ikkinchi maksimumini hosil qilish uchun pastga reaksiya olish kerak. Mana narx pastga reaksiya oldi, xuddi mana shu vaqtda o'zini ikkinchi maksimumini bozorda hosil qildi. Bizda bitta minimum, bitta maksimum, yana bitta minimum, yana bitta maksimum bor. Ya'ni narx qayerda to'xtab orqaga reaksiya olsa yoki tepaga yana qayerdadir to'xtab reaksiya olsa, o'sha yo minimum bo'ladi ekan, yo maksimum bo'ladi ekan. O'suvchi trendga qarab. Xo'p, endi mana shu yerda mana 3-chi minimumni hosil qilyapti. Mana yerda 4-chi o'zini maksimumni hosil qilyapti. Minimum va maksimumlarni belgilash juda oson. Bozorga qaraymiz, bozor o'suvchi trend bo'lsa, bozor o'suvchi trend bo'lganda, uni pastdagi narx pastga harakat qilgan paytdagi joylari minimum bo'ladi, tepaga harakat qilib o'zidan oldingi joyda yangilab qo'yganlari maksimum bo'ladi. Bozor o'suvchi trend bo'lganda. Masalan, bozor hozir o'suvchi trendda minimum hosil qildi, bitta maksimum hosil qildi. Bozor o'suvchi trendda bo'lganligi uchun o'zini minimumini yorib o'tmadi. Minimumini yorib o'tishga kuchi yetmasdan maksimumini yorib qo'ydi. Maksimumini yorganidan keyin bu o'suvchi trend bo'ladi. Agar minimumni yorgan bo'lganda edi, bu tushuvchi trend bo'ladi, ya'ni sell trend bo'lardi. Shuning uchun buy trend bo'ldi. O'zini maksimumlarini yangilab ketyaptimi? Demak, hali ham buy trend bo'ladi, o'suvchi trend bo'ladi. Xo'p, endi trend liniyani qanday tortamiz? Trend liniya o'suvchi bo'lganda, trend liniya asosan o'zini minimumlaridan tortiladi mana. Minimumlardan tortiladi. Mana yerda liniya degan narsa bor. Chapda liniya trend degan narsa bor. Mana shu liniya trendini qo'shasizlar, buni ustiga bitta bosasizlarda maksimumlarni belgilab chiqib, o'sha maksimumlar bo'yicha liniya tortib, liniyalarni minimumlarni birlashtirib mana shu birinchi bilan ikkinchi minimumni bitta trend liniyasini tortib, ikkalasini birlashtiramiz. Sizlar hozir liniyalarni asosan mana shu minimum va maksimumlarda trend liniyalarni sizlar asosan hozir harakat qilinglar, liniyada tortishga. Liniyada aniqroq ko'rinadi, tiniqroq ko'rinadi. Masalan, liniyadagi minimumlardan trendiy liniya tortdik. Trend liniyani mana shunaqa tortiladi. O'suvchi trend bo'lganda barcha minimumlari belgilab chiqiladi va ikkita minimum birlashtirilganda trend liniya hosil bo'ladi. Eng kamida ikkita minimum yoki ikkita maksimum bo'lishi kerak. Narx o'sha joydan reaksiya olgan bo'lishi kerak. Biz mana shu trend liniyani o'suvchi yoki tushuvchiligini bilishimiz uchun. Xo'p, mana ikkita minimumni birlashtirganimizdan keyin o'suvchi trend hosil bo'ldi. Endi ikkita maksimumni birlashtirsak, tushuvchi trend hosil bo'ladi. Mana ikkita maksimum. Xo'p, birinchi maksimum, ikkinchi maksimum. Maksimum, minimum, maksimum va pastga qarab ketdi, bu minimum. Ikkita katta maksimumni birlashtirganligimiz uchun bizda tushuvchi trend liniya hosil bo'lyapti. Xo'p, ikkita minimumni birlashtirganligimiz uchun bizda chiquvchi trend liniya, ya'ni o'suvchi trend liniya hosil bo'lyapti.
Xo'p, trend liniyalari haqida tushunchaga ega bo'ldilaring degan umiddaman. Tushundilaring hozir trend liniyalarida, darajalarda tushundilaring tushunmay qolgan joylaring bormi, yo'qmi? Tushundim. Oldin ozgina anaqam bilimim bor. Tushundim ancha. Ha, hozir tushundingiz siz. Opa, siz ham tushundingizmi? Da, tushunarli. Bo'ldi, xo'p. Xo'p, endi sizlarga o'rgatadigan keyingi narsam yapon shamlari bo'ladi. Yapon shamlari degan tushuncha bor bizda. Ya'ni bozorda hozir mana shuni yozib beray sizlarga, skrinshot qilib olasizlar. Yapon shamlari nima? Yapon shamlari bozordagi narxni grafikda shakllantirish uchun yapon shamlari bozordagi narxda, ya'ni grafikani shakllantirish uchun kerak bo'ladigan instrument. Tushunyapsizlar? Narx o'suvchimi yoki tushuvchimi, narx qayerda qanaqa harakat qildi, qachon qayerga bordi, qanaqa bo'ldi, mana shu narsani bizga tushuntirib beradigan eng asosiy narsa, eng asosiy instrument bu yapon shamlari. Biz ko'proq yapon shamlaridan foydalanamiz. Buni turlari ko'p. Yapon shamlari yo bo'lmasa qanaqadir liniyalardan foydalanishimiz mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir minimum maksimum bu hozir bu turlari, lekin bularni bilishlaring shart emas. Hozir sizlar bilishlaring kerak bo'lgan eng asosiy ikkita turi bu liniya turi, keyin yapon shamlari turi. Mana shu ikkita turini o'rganinglar bo'ldi. Boshqa turlariga hozirchalik keyinroq keyingi darslarda qolgan turlarni ham o'rganamiz. Hozir ikkita mana shu turini o'rganinglar. Xo'p. Screenshot qila olmadik. Screenshot xo'p. Bu video o'zi kanalda ham qoladi. Hozir zapisga berib qo'yganman, zapis qiladi. Zapis bo'lib kanalga tushadi, boshqalar ham ko'rib olishadi buni. Mabodo tushunmay qolgan joylaring bo'lsa, yana qaytadan videoni ko'rib, screenshot qila olmagan joylaring bo'lsa, bemalol screenshot qilib olishlaring mumkin. Endi yapon shamlari bizga bozordagi narxda qanaqa harakat qilayotganini tushuntiradi ekan. Sell trenddami, buy trenddami yoki bozor umuman bir soat ichida qanaqa harakat qildi, shu narsalar haqida bizga tushuncha berib boradi ekan. Keyin bizda time frame'lar degan narsalar bor. Time frame'lar. Ya'ni time frame nima? Time frame narxda qachon qanaqa harakat qilganini tushuntirib beradigan instrument bo'lsak ham bo'ladi. Maksimal darajada dehqoncha tushuntirishga harakat qilyapman, boshqalarda tushunmovchilik bo'lmasligi uchun o'zimiz tilda tushuntirishga harakat qilyapman. Xo'p. Time frame'lar. Time frame'lar bozor narxini time frame bozor narxini ma'lum vaqt ichida qanday harakat qilganini bilishimiz uchun instrument. Xo'p. Time frame'lar qanday belgilanadi? Time frame'lar qanaqa bo'ladi? Bizda nechta time frame bor? Xo'p, time frame'larni bilish uchun sizlarda xuddi mana shunaqa grafik bo'ladi. Grafikda men ko'rsatgan joyiga, tepa joyiga olib borsalaring, sentrroq joyiga, mana shu yerda interval, chislo degan narsalar bo'ladi. Xullas, mana shuni ustiga bitta bosasizlar, time frame'lar chiqib keladi. Ya'ni 1 minutlik, 2 minutlik, 3 minutlik, 15 minutlik yoki bo'lmasa 1 kunlik. Mana shu yerdan yulduzchani qo'shsalaring, mana yerda hosil bo'ladi. Xo'p. Hozir biz 15 minutlik time frame'da turibmiz. Xo'p, 15 minutlik time frame nima degani? 15 minutlik time frame degani bir dona yapon svechasini hosil bo'lishligi uchun 15 minut vaqt ketdi degani. Mana shu svechani, mana shu yapon shamini hosil bo'lishligi uchun 15 minut vaqt ketgan. 15 minutda mana shu yapon shami bozorda shakllangan. Bu 15 minut, bu 15 minut, bu 15 minutda shakllanadi. Xo'p, agar sizlar mana shu narsani 1 soatlikka olib o'tadigan bo'lsalaring, mana
mana shu 1 soatlik svechani, mana shu 1 soatlik svechani shakllanishi uchun bozorda mana shu bitta svechani shakllanishi uchun bozorda 1 soat vaqt ketgan bo'ladi. 1 soat vaqt ketgan bo'ladi. Time frame'lar shunga kerak bo'ladi. Masalan, 1 kunlik time frame bo'lsa, bitta svechani yapon shamini hosil bo'lishi uchun 1 kun vaqt ketgan bo'ladi. 4 soatlik bo'lsa, 4 soat vaqt ketgan bo'ladi. 2 soat bo'lsa, 2 soat vaqt ketgan bo'ladi. Buni bemalol o'zlarining grafikani ochib tushunib olsalaring ham bo'laveradi. Xo'p, time frame'larni gaplashdik. Endi sizlar bilan gaplashadigan narsamiz yapon shamlarini turlari. Bizga kerak bo'ladigan bozorda eng ko'p takrorlanadigan yapon shamlarini turlari, eng kerakli va biz savdo qiladigan eng yaxshi yapon shamlarini keltiraman. Birinchisi molotok. Mana shu narsa molotokka misol bo'ladi. Bu endi o'zimning tilimda molotok deyman. Kimlardir buni nima desa bo'ladi? Kimlardir buni masalan hammer deyishi mumkin. Kimlardir nima deysiz? Bolg'ashami ham deyiladi, tamom. Bolg'ashami ham deyiladi. Hamma o'zini tiliga mos bo'lgan holatda gapirishi mumkin. Xolasangiz bolg'a, xolasangiz molotok, xolasangiz hammer, farqi yo'q. Xolasangiz pinbar. Buni pinbar desangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Nima desangiz ham buni qanaqa vazifa bajarishini tushunib olsangiz bo'ldi bozorda. Kimdir kelib turib sizga buni noto'g'ri aytib qo'yding, buni noto'g'ri qilib qo'yding yo bo'lmasa buni nomini noto'g'ri aytding demaydi. Hamma sizni savdo qilish stilingizga, daromad qilishingizga qaraydi. Hech kim sizni masalan bu narsani nomini umuman boshqa narsa deb qo'yishingiz ham mumkin. Telefon deb qo'yishingiz mumkin, xohlasangiz ruchka deb qo'yishingiz mumkin. Glavoy siz o'zingiz tushunsangiz bo'ldi. Biz tushunishimiz shart emas buni. Siz o'zingiz tushuning bo'ldi. Molotok deyishingiz mumkin masalan. Molotok yoki bolg'a deyish ham mumkin. Xo'p. Bolg'alar ikki xil bo'ladi. O'suvchi bolg'a, tushuvchi bolg'a. Razvorot paytlari kerak bo'ladi bu ko'proq. Ya'ni minimumni shakllantirishdan oldin hosil bo'ladi bu narsa. Tushundilaringmi? Molotok asosan minimumni shakllanishidan oldin hosil bo'ladi. Boshqa paytlari ham hosil bo'lishi mumkin, kamdan kam. Molotok Molotok asosan minimum yoki maksimum hosil bo'lishidan oldin paydo bo'ladi. Masalan, narx sell trendga kelyapti-da, mana shu yerdan molotok yasayapti-da, buy trendga qarab ketyapti. Mana shu shaklda agar bozorda hosil bo'lganini yoki hosil bo'layotganini ko'rsalaring, sizlar bilinglarki, narx tez orada ko'tariladi. Tushundilaring-a? Mana yana bitta misol masalan, bu medveji bo'lishi mumkin yoki bichi bo'lishi mumkin. Ya'ni sell molotok bo'lishi mumkin yoki buyga molotok bo'lishi mumkin. Tushunyapsizlar? Sellga molotok bo'lsa, buy yurish ehtimoli kamroq bo'ladi nisbatan, lekin bo'lmaydi bas. Katta ehtimol bilan bo'ladi, lekin kamroq. Agar mana unaqa yashil svecha bilan bo'ladigan bo'lsa bu molotok, bu katta ehtimol bilan narx o'sha buyga yaxshigina yurib beradi. Masalan, mana yerda molotok bo'lgan, narx ko'tarilgan. Molotok keyin molotok bo'lishini qonun qoidasi. Molotok, xo'p, tanasi, men sizlarga hozir buni tana va svechalarni ham tushuntirishim kerak ekan. Birinchi tana va svechasini tushuntirib olay bo'lmasa, qaranglar. Yapon shami qanaqa hosil bo'ladi? Yapon shami birinchi 15 minutlik time frame, masalan hozir 1 soatlik time frame deylik. 1 soatlik time frame da masalan soat 10:00 bo'ldi. 9:59 dan 10:00 ga o'tdi. 10:00 bo'lganda bitta yapon shami ochiladi. Yapon shami misol uchun mana shu narxda ochildi. Yapon shami mana shu narxda ochildi. Xo'p, agar
bitta narsani tushuninglar. Biz katta banklarga yo bo'lmasa qanaqadir katta investorlarga, katta hedge fondlarga, qanaqadir katta milliarderlarga qarshi kurashamiz bu bozorda. Tushunyapsiz? Hech qachon traderga qarshi kurashmaydi. Trader qanaqadir banklarga, qanaqadir hedge fondlarga, qanaqadir katta BlackRockga o'xshagan yo bo'lmasa qanaqadir umuman katta bir kompaniyalarga qarshi kurashadi. Xuddi kompaniyalarning eng asosiy maqsadi bizni pulimizni olish bo'ladi. Tushunyapsiz-a? Men bor haqiqatini gapiradigan bo'lsam tradingda ularning eng asosiy maqsadi bizni pulimizni olish bo'ladi. Tushunyapsiz? Bizni pulimizni olish uchun ular nima qilish kerak? Bizni aldash kerak bozorda. Oddiy mana shu svecha bilan ham bizni aldashadi. Bizni chalg'itishadi. Ya'ni bozor bay yuryapti deb ko'rsatib turib, narx selga qarab ketib qoladi. Xuddi mana shu paytda ko'pchilik traderlar xato qilib, bayga сделка ochadi, lekin narx selga ketadi. Xuddi o'shandan keyin azart boshlanadi, o'sha emotsiya boshlanadi. Keyin texnik analiz qilsa ham hech qaysisi o'xshamaydi. Xo'p. Birinchi o'rinda biz ularning manipulyatsiyasidan qochishimiz uchun tushunishimiz kerak bo'lgan narsa yapon shamini ochilib yopilishi. Yapon shami qanaqa holatda ochiladi, qanaqa holatda yopiladi. Endi qaranglar. 1 soatlik time frame'da mana shu bitta yapon shamini shakllanishi uchun 1 soat vaqt ketadi dedik. Tasavvur qilinglar, yapon shami ochildi. Agar yapon shami selga harakat qilmoqchi bo'lsa, yapon shami agar selga harakat qilmoqchi bo'lsa, agar selga yurish niyati bo'lsa, birinchi o'rinda bayga yuradi. Birinchi o'rinda tepaga chiqadi. Chunki traderlarni aldash kerak. Birinchi o'rinda narx tepaga ko'tariladi. Narx tepaga ko'tariladi, undan keyin o'zini asosiy directioniga, ya'ni o'zini maqsadiga, ya'ni borishi kerak bo'lgan joyga narx boradi. Undan keyin yana ozgina tepaga yuradida, narx mana shu yerda yopiladi. Mana shu narsa yapon shami deyiladi. Tushundilaringmi? Mana shu narsa yapon shamining orqa tarafi, ya'ni skeleti bo'ladi bu yapon shamini. Yapon shami ochiladi, bay yurmoqchi bo'lsa, sel yurmoqchi bo'lsa, birinchi bay yuradi, keyin sel yuradi. Agar mobodo yapon shami ochildi, lekin bayga yurmoqchi. Lekin birinchi o'rinda yapon shami selga yuradi, undan keyin bayga yuradi va ozgina pastga tushib yopiladi. Xuddi mana shu momentda juda ko'pchilik traderlar xato qilishadi va noto'g'ri tomonga bitim otishadi. Masalan, narx ochildi, narx o'zi asli pastga ketmoqchi bo'lyapti, lekin narx birinchi tepaga ko'tariladi. Xuddi mana shu tepaga ko'tarilgan vaqtda ko'p traderlar narx bay ketadi ekan deb mana shu joydan bayga сделка ochishi mumkin. Xuddi mana shu vaqtda narx tushib ketadida, ular sliv bo'lishi mumkin, pul yo'qotishi mumkin. Bizni pul yo'qotishimizdan, sliv bo'lishimizdan brokerlar, market makerlar, katta kitlar foyda qilishadi. Ularda eng asosiy hiylasi mana shu narsa bo'ladi. Yapon shamida aks ettirishi mumkin. Xo'p, masalan, mana shu yapon shamini misolida ko'rsak. Yapon shami mana shu yerda ochilgan. Yapon shami ochilish nuqtasi mana shu yerda bo'ladi. Mana shu yerda yapon shami ochilgan. Yapon shamini birinchi maqsadi tepaga qarab yurish. Lekin tepaga yurishidan oldin narx pastga tushgan. Ko'ryapsizlar-a? Narx birinchi pastga harakat qilgan. Ko'pchilik traderlarni aldaganda, keyin eng asosiy maqsadi bo'lgan tepaga, bayga harakat qilgan. Bayga harakat qilganda mana shu nuqtaga borganda narx ozgina orqaga qaytib, mana shu yerdan yopilgan. Ko'rdilaring-a? Mana shu skelet, mana shu yapon shamini harakati. Mana shu yapon shamini skeleti mana bu. Narx ochilgan, bayga ketmoqchi narx, lekin birinchi o'rinda selga tushgan. Keyin bayga yurgan. Tushundilaring-a? Bu traderlarni chalg'itish uchun eng asosiy market makerlar yo bo'lmasa qanaqadir bir algoritm foydalanadigan eng asosiy uslub. Endi bitta narsani kelishib olaylik. Qaranglar, agar yapon shami bay bo'lib yopilgan bo'lsa, uni ochilish nuqtasi pastda bo'ladi, yopilish nuqtasi tepada bo'ladi. Tushundilaring-a? Agar yapon shami sel bo'ladigan bo'lsa, ya'ni medveji bo'ladigan bo'lsa, uni ochilish nuqtasi tepada bo'ladi, yopilish nuqtasi pastda bo'ladi. Agar ochilish nuqtasi yopilish nuqtasidan tepada bo'lsa, bu medveji svecha bo'ladi. Agar ochilish nuqtasi yopilish nuqtasidan pastda bo'ladigan bo'lsa, bu bichi svecha bo'ladi. Tushundilaring-a buni? Allo. Ha, bo'ldi aka, tushundim men. Qo'yganlarim bo'lmadi. Opa, siz ham tushundingiz-a?
Mana shu yerda yo'q, uncha tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Aynan qaysi tarafga yo'nalgan vaqtda medveji bo'lishini tushunmadim. Xo'p, qarang. Agar narx bayga harakat qilmoqchi bo'lsa, birinchi selga harakat qiladi. Tushunyapsiz-a? Odamlarni chalg'itadi shunaqa qilib ular. Bayga harakat qilishidan oldin selga harakat qiladi. Keyin bayga harakat qiladi. Agar selga harakat qilmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda bayga harakat qiladi. Tushundingiz-a buni? Nabarot ekanda. Shu narsani nabaroti. Agar selga harakat qilmoqchi bo'lsa, birinchi bayga harakat qiladi, undan keyin selga harakat qiladi. Bu narsani Vale. tushundingiz-a? Endi ochilib yopilishini tushuntiraman. Qarang. Hop. Mana bu narsa ochilishi va yopilish narxi. Svechani ochilish va yopilish narxi. Hozir mana shuni teksti bilan yozib tushuntirib qo'yay sizga. Ochilish narxi. Hop. Yopilish narxi. Endi qarang. Bu bichi svechani ochilish va yopilish narxlari. Ko'rdingiz-a? Hozir ko'rinyapti sizlarga. Hop. Endi qarang. Agar mana shu yapon shamini ochilish narxi yopilish narxidan pastda bo'lsa, bu yapon shami bichi bo'ladi. Tushundingiz-a? Qarang, mana ochilish narxi yopilish narxini pastida turibdi. Ko'rdingiz-a? Yopilish narxi teparoqda. Ochilish narxi pastda. Bu bichi svecha, yashil svecha bo'ladi. Yashil svecha shakllanadi shunda. Tushundingiz-a? Xo'p, hozir mana pastiga yozib qo'yaman. Bichi svecha. Ochilish narxi yopilish narxidan pastda bo'ladi mana. Mashina skrinshot qilib olsangiz bo'laveradi. Bichi svechani ochilish narxi yopilish narxidan pastda bo'ladi mana qarang. Svecha mana shu yerda ochilgan. Pastga tushgan. Undan keyin tepaga chiqqanda keyin pastroqqa tushib yopilgan. Nimaga aynan mana tepasidan olmayapmiz degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Nimaga iminni mana shu tepasidan olmayapmiz, iminni mana shu joyidan olyapti degan savol bo'lishi mumkin. Xo'p. Yapon shamlarida tepa tarafi mana uzun faqat tayoqchani o'zi turibdi, ko'ryapsiz-a? Ko'rinyapti. Mana shu narsa soya deyiladi. Kimlardir soya deydi, kimlardir shpilka deydi. Masalan, shpilka desangiz ham bo'laveradi, soya desangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. O'zingiz tilingizga moslab olaverasiz buni. Asosiy nimaligini, nima funksiya bajarishini bilib oling bo'ldi. Bu narsa soya deyiladi. Ya'ni mana shu narx qo'ygan soyasi. Mana u rang bilan belgilangan joyi bor-ku, bu tana deyiladi. Bu tanasi, bu soyasi. Ko'rdingiz-a? Bu tana, bu soya. Tushunarli bo'ldi. Xo'p, narxni ochilgan joyi bilan yopilgan joyini o'rtasi rang bilan belgilanadi har doim. Har doim rang bilan belgilanadi. Ochilgan joyi bilan yopilgan joyini o'rtasi, mana shu ikkalasini o'rtasi har doim rang bilan belgilanadi. Boshqa joyi rang bilan belgilanmaydi. Mana qarang. Mana yerda ochilgan, mana yerda yopilgan. O'rtasi rang bilan belgilangan. Ha, ikkita joyidagi mana uzun tayoqchalari bular shpilkasi, soyasi ya'ni. Narx soya qo'ygan. Aldagan. Xuddi mana shu momentlarda treyderlarni aldagan bu svecha. Tushundingiz-a? Bichi svecha bo'lsa, ochilish narxi yopilish narxidan pastda bo'ladi. Agar medveji svecha bo'lsa, nabaroti bo'ladi. Ochilish narxi yopilish narxidan balandda bo'ladi. Xo'p.
Masalan, mana bu ochilish narxi bo'ladi. Svechani hop, bunisi yopilish narxi. Ko'rdingiz-a? Bu medvejiy svecha uchun tepada ochilish narxi bor, pastda yopilish narxi bor. Ochilish narxi yopilish narxidan balandda. Agar bechi svecha bo'lsa, bay svecha bo'lsa, ochilish narxi yopilish narxidan pastda bo'ladi. Medvejiy svecha bo'lsa, qizil svecha bo'lsa, ochilish narxi yopilish narxidan balandda bo'ladi. Tushunarli bo'ldi? Uni o'rtasi rang bilan belgilanadi. Rang bilan belgilanmagan joyi shpilka bo'ladi. Ya'ni soya bo'ladi. Tushundingiz-a? Tushunarli bo'ldi. Tushunmay qolgan joylaring bo'lmadimi? Yo'q. Opa, sizga ham tushunarli bo'ldimi? Tushunmay qolgan joylaringiz bo'lmayapti. Hammasini to'liq tushunyapsizlar. Trend liniyalarida ham, darajalarda ham to'liq tushundilaring-a? Buni bemalol screenshot olsalaring bo'laveradi. Tushundilaring-a? Bo'ldi. Tushunmagan bo'lsalaring, bemalol mendan yoki Otabek akadan bemalol so'rasalaring bo'laveradi. Qo'limizdan kelgan har qanaqa yordamni beramiz. Xo'p. Endi hozir boshqa qanaqadir yapon shamlarini sizlarga o'rgatsam yoki tushuntirib bersam, sizlar yo'llaringni yo'qotib qo'yishlaring mumkin. Chunki agar sizlar hamma yapon shamlarini bilsalaring, hamma yapon shamlarini o'rgansalaring, misol mana yerda malotok bo'ldida, mana yerga chiqqanda qanaqadir selga pin bar bilan tasdiq bergan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? O'zi sizda ham bayga tasdiq bor, ham selga tasdiq bor. Siz qanchalik ko'p narsani bilsangiz tradingda, shuncha yo'lingizni yo'qotib qo'yasiz. Sizga kerakli narsani bilishingiz kerak. Tushunyapsiz-a? Hozir sizlarga eng kerakli narsa malotok. Sizlar bitta malotokni o'rganinglar bo'ldi. Malotokni ko'ringlar bozorda qanaqa ishlayapti. Minimumlarda qanaqa ishlayapti, maksimumlarda qanaqa ishlayapti. Masalan, medvejiy malotok qanaqa bo'ladi, bichi malotok qanaqa bo'ladi. Xuddi shu narsalarni ko'rib, bozorda tahlil qilib chiqinglar. Sizlarga eng kerakli narsa shu. Qolgan narsalarni sekin-sekin o'rganib olasizlar. Agar hozir sizlarda bittada hamma narsa ma'lumotlarni bersam, sizlar bozorda yo'llaringni yo'qotib qo'yasizlar. Tushunyapsizlar? Bozorda yo'llaringni yo'qotib qo'yasizlar. Mana masalan, men aytda yaqqol misolda, masalan, men aytda mana malotok bo'lyapti. Ko'ryapsizlar? Malotok. Pin bar ham deyishlaring mumkin, malotok ham deyishlaring mumkin, to'g'rimi? Eshityapsizlar? Mana monetda malotok bo'lyapti, narx tushyapti-da, hech qancha tushmasidan monetda mana bitta yana bitta pin bar shakllanyapti. Ya'ni monetda bu narsani nima deb olsak bo'ladi? Xo'p, Dragonfly deb olsak ham bo'laveradi mana bu narsani. Strikaza deb olsak ham bo'laveradi. Ya'ni ninachiga o'xshash. Ninachi degan narsa deb olsak ham bo'laveradi. Mana malotok beryapti narx, malotok beryapti, narx tushyapti. Siz mana uni ko'ryapsiz-da, siz ham bayga, ham selga shubhangiz bo'lib qolyapti. Bitta malotokni ko'ryapsizda narx sel ketishini bilyapsiz, ozginadan keyin mana bu narsa shakllanyapti, siz bay yurib ketadi ekan deyapsiz. Bir payt o'zida ikkita tomonga sizga analiz paydo bo'lib qolyapti. Lekin narx tepaga ozgina yurib, pullback berib, narx darsh tushib ketyapti. Agar siz mana unga qarab turib buy сделка ochgan bo'lganingizda, yo sliv bo'lardingiz, yo minus qilgan bo'lardingiz. O'shaning uchun bitta instrumentni o'rganish kerak, bitta narsani o'rganish kerak, lekin o'shani zo'r o'rganish kerak. O'ta darajada keragidan ortiq zo'r o'rganib olish kerak. U 1000 ta narsani o'rganish kerak emas. Bitta narsani mukammal, yaxshi, zo'r analizlar bilan o'rganib olish kerak. Mana masalan, monetda malotok bo'lgan, maytda malotok bo'lgan, masalan, minimumlardagi malotok. Bo'lmasa mana maksimumlardagi malotok mana maksimumdagi malotok yaqqol misol narx chiqqan, maksimumda malotok yasagan, narx darsh ketgan. Xo'p. Yana misollar topish mumkin bu narsaga. Mana masalan monetda mana bitta narsani bilinglar, agar
narx o'suvchi trendda bo'lsa va narx o'suvchi trendda bo'lgan paytida o'zini maksimumini yangilagan holatda molotok yasasa, kutinglarki, katta ehtimollik bilan narx selga qarab ketadi. Sizlar hushyor bo'lishlaring kerak. Bu degani molotok yasalishi bilan sразу bitimga kiringlar demoqchi emasman. Faqat hushyor bo'linglar. Narx o'zgarishi mumkin, trend o'zgarishi mumkin. Buy trenddan sell trendga qarab o'zgarishi mumkin. Sizlar prosta hushyor bo'linglar. O'zlaringiz uchun bilib olinglar, konsentratsiyani yig'ib bozorga maksimum konsentratsiya beringlar o'sha paytda. Tushunyapsizlar? Bu narsa сделка qilishlaring uchun sabab bo'lmaydi hech qachon, lekin nima deydi? Ko'zingni och, сделка qilishing mumkin, qanaqadir setup topishing mumkin degan maqsadda bu sham bozorda hosil bo'ladi. Tushunyapsizlar? Xo'p. Bugungi darsimizga ham уже 1 soat bo'lib qolibdi. Xo'p, bugun maksimum eng kerakli bilimlarni berishga harakat qildik. Ertaga kunduzi ham bo'ladi. Butun kun davomida biz nimaga kanalga kerakli narsalarni tashlab boramiz baribir. Masalan, ertaga telefonimdan ekran zapis qilib brokerga qanaqa qilib ulanadi, MetaTraderga qanaqa qilib ulanadi, akkauntlarda qanaqa qilib ulaydi, qanaqa shot ochadi, mana shu narsa haqida nima desa bo'ladi? Mana shu narsa haqida video dars tayyorlashim mumkin yoki qanaqadir chat qilishimiz mumkin. Ya'ni kun davomida kerak bo'lsa 2 martalab ham chat qilishimiz mumkin. Chunki bu narsalar tekin bo'lyapti sizlarga. Sizlarga ma'lum bitta belgilar berilgan muddat yo'q. Qanchalik tez o'rgansalaring bizga ham shunchalik yaxshi. Qanchalik tezroq daromadga chiqsalaring bizga ham shuncha yaxshi. Bizga community bo'ladi, jamoa bo'ladi, o'rtoqlar bo'ladi, tushunyapsizlar? Maksimum harakat qilinglar. Men ham harakat qilaman qo'limdan kelgancha. Bir kunda kerak bo'lsa 2 martalab, 3 martalab qilib, mana shu yerda dars qilib, mana shu video darslarni zapis qilib tashlab qo'yishga harakat qilamiz. Lekin bitta narsani bilinglar, kurs har doim tekin bo'ladi. Hamma narsa ham pulga sotilmaydi. Hamma narsadan ham soqqa qilish, pul topish maqsad emas. Maqsad sizlar yaxshi daromad qilsalaring, zo'r daromad qilsalaring, bizga ham shuni orqasidan mo'j daromad bo'lishi mumkin keyinchalik. Lekin hozir sizlarda asosiy konsentratsiyalaring biz berayotgan vazifalar, biz o'rgatayotgan narsalarni 100% ligicha o'rganish. Qanaqadir 50%, 30%, 70% unaqalar kerak emas. 100% o'rganishinglar kerak. 2 dona shogird bo'lsin yo 3 dona shogird bo'lsin, lekin o'ta darajada mukammal shogird bo'lsin. Biz bergan vazifalarni joy-joyida, vaqtida bajaradigan shogird bo'lsin. Tushundilaring-a? Bizga o 50 ta 60 ta odam kerak emas. Biz 50 ta 60 ta odamni uxlatib, ularga kursni soqqa qilib turib, $1000 dan $500 dan kurs sotib turib, ertaga ularni uxlatib yorib yo'q bo'lib qolish niyatimiz yo'q. Biz dalgasrok ishlash niyatimiz bor ular bilan. Shuning uchun bizga sifat kerak, son kerak emas bizga. Kerak bo'lsa bir kishiga ham dars o'tib qo'yamiz. Bir kunda 2 soat, 3 soatlab vaqtimizni ajratib. Tushunyapsizlar? Bir kunda 10 soat ham dars o'tib qo'yamiz, farqi yo'q bitta odamga. Lekin o'sha odam oqlasin shu narsani. Rostmana daromadga chiqib bersin, bo'ldi. Bizga shu narsa muhim. Tushunyapsizlar? Bizga unaqa son boshqa narsalar muhim emas. O'shaning uchun sizlardan iltimos, maksimum konsentratsiyani beringlar. Bu soha faqat konsentratsiyani ustiga qurilgan. Ozgina chalg'idilaringmi, ozgina adashdilaringmi bo'ldi, всё. Psixologiya ketadi, azart ketadi. Uje bu sohadan ko'ngil sovib ketadi. Ishtiyoq bilan o'zlaringni ham xohish bo'lsin o'rganishga, biz mana o'zimiz bilgan hamma narsani beramiz. Bizda ham bilmaydigan narsalarimiz bor. Lekin biz o'zimiz bilgan hamma narsani sizlarga qo'ldan kelgancha maksimum o'rgatishga harakat qilamiz. Tushunyapsizlar? Sizlar ham iltimos berilgan vazifalarni joy-joyida, vaqtida, kamchiliklarsiz, maksimum darajada vaqt sarflab, kuch sarflab, 100% natijada bizga rezultat qilib beringlar. Keyin bitta narsani aytib qo'y. Biz 1 oyda bir martami, 2 oyda bir martami o'tilgan mavzular bo'yicha test olamiz, savol-javob qilamiz, test olamiz. Bizda to'g'ri tushuninglar, bizga sifatli shogirdlar kerak. O'shaning uchun bizni testimizdan yo bo'lmasa qanaqadir bir topshiriqlarimizni vaqtida bajarmasa, prosta tak yuzaki qarasa bu narsaga, yo bo'lmasa vazifalarimizni vaqtida bajarmasa, darslarni vaqtida qilmasa, yaxshi rezultat qilmasa, yaxshi tortalmasa, biz kanaldan ham, gruppadan ham chiqarib yuboramiz. Tushunyapsizlar? Chunki biz pulga sotmayapmiz bu narsani. Agar pulga sotgan bo'lganimda edi, menga nima qizig'i bor? Soqqasini oldimi bo'ldi, o'qiydimi, o'qimaydimi, вообще qizig'i yo'q degan bo'lardim. Tushunyapsizlar? Lekin men sizlardan pul olmayapman. Men energiyamni, vaqtimni sarflab sizlarga tekinga dars o'tyapman. Tushunyapsizlar?
O'shaning uchun sizlarda konsentratsiyalaringni bo'lishlaringni yuzaki qarashlaringni xohlamayman. Agar mabodo yuzaki qaraydigan bo'lsalaring, tinchgina kanaldan ham, gruppadan ham chiqib ketinglar. Biz bitta odamga ham dars o'tib ko'ramiz, farqi yo'q. Rost mana shu tradingdan soqa qilmoqchi, pul qilmoqchi bo'lgan odamga biz haqiqiy bilimlarni beramiz, bo'ldi. Bitta bo'lsa ham o'tib ko'ramiz biz. 10 ta bo'lishi, 20 ta bo'lishi shart emas bizga. Lekin sifatli bolalar bo'lsin, bo'ldi. Bizga shu narsa kerak. Tushunarli bo'ldi, qadrdonlar. Tushunarli. Rahmat. Bugundan keyin biz o'qituvchi yo o'quvchi emasmiz. Biz aka ukamiz, opa singilmiz. Yo bo'lmasa opa ukamiz. Tushunyapsizlar? Nima savolinglar bo'lsa, uyalmasdan, tortinmasdan bemalol menga yo Otabek akaga yozishinglar mumkin. Otabek aka bilan biz sherikmiz, aka ukamiz. Men bilgan hamma narsani Otabek aka biladi. Men bilgan hamma narsani Otabek aka 100% biladi. Biz nimanidir yangi o'rganmoqchi bo'lsak, Otabek aka bilan birga o'rganamiz. Bizning savdo strategiyamiz ham, savdo stilimiz ham bir xil Otabek akaniki bilan. O'shaning uchun maksimum mendanmi, Otabek akadanmi, kimdan bo'lsa ham, qanaqa savolinglar bo'lsa, qaysi payt bo'lsa, farqi yo'q. Qaysi payt bo'lsa ham beraveringlar. Kech paytmi, ertalabmi, kunduzimi. Maksimum sizlarga muammoni rishat qilishga, sizlarga qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Tushundilaring, qadrdonlar? Tushundik. Sizlar bizni opa ukamiz, akamizsizlar, opamizsizlar yoki singlimizsizlar, ukamizsizlar. Maksimum sizlar bilan qanchalik darajada tezroq foydaga chiqib dohod qiladigan bo'lsak, biz shu narsadan xursand bo'lamiz. Iltimos, bu narsani faqat qadrlanglar, maylimi? Kelishdik. Kelishdik. Darslarni vaqtida qilasizlar. So'ragan paytimiz srazu vazifalarni tashlaysizlar, sizlarga muhlat beramiz. Darslarni vaqtida bajarib, vazifalarni vaqtida qilib, o'sha narsalarni bizga tashlab qo'ysalaring bo'ldi. Kelishdik. Kelishdik, rahmat. Xo'p, bugun kech paytga xudo xolasa, hozir Otabek aka bilan maslahatlashib, sizlarga kerak bo'ladigan hamma vazifalarni tashlaymiz. Nima qilishlarini tushuntiramiz. Vazifalarni ertaga kech payt qabul qilib olishimiz mumkin. Qaranglar, ertaga kunduzi ham vaqtim bo'lgan paytda maksimum dars qilib sizlarga tashlashga harakat qilaman. Iltimos, videolarni konsentratsiya bilan ko'ringlar. Darslar hammasi zapis bo'ladi, kanalga tushadi. Bu narsani ko'ringlar. Kerak bo'lsa 1 martalab, 2 martalab, 3 martalab, kerak bo'lsa 10 martalab ko'ringlar. Vaqtim bo'lgan paytida dars qilib tashlashga harakat qilaman. Agar sizlarda ham vaqtlaring bo'lib bo'lsa, vaqtimiz to'g'ri kelib bo'lsa, bemalol kirib, o'sha chatda qanaqa savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaring mumkin. Qadrdonlar, shu bilan bugungi darsimizni tugatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Xudo xolasa, nasib bo'lsa, ertaga darsni davom ettiramiz. Vazifalarni tashlaymiz, vazifalarni vaqtida qilinglar. Sog' bo'linglar, qadrdonlar. Ayni rahmat sizga. Xo'p, sog' bo'linglar.